Bugun men siz bilan juda muhim masalani ochiq va tushunarli qilib muhokama qilaman. Pensiya oshadimi? Gaz uchun yangi tariflar nimani anglatadi? Endi hisob-kitoblar qanday yuritiladi va oddiy xonadon egasi nimalarga e'tibor berishi kerak? Bu mavzu faqat pensionerlarga yoki faqat gazdan ko'p foydalanadigan oilalarga tegishli emas. Bu ma'lumot har bir xonadonga, har bir to'lov qiladigan fuqaroga, har bir ota-ona va har bir nafaqaxo'rga bevosita taalluqli. Men bugun sizga vayma tarqatish uchun emas, aniq tushuntirish uchun gapiryapman. Chunki ko'pchilik bir xil savolni bermoqda: pensiya oshsa, gaz tariflari ham oshib ketsa odamning qo'lida nima qoladi? Hisob-kitoblar adolatli bo'ladimi? Kimga yengillik bor? Kim ehtiyot bo'lishi kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim amaliy maslahatlarni men aynan keyingi qismlarda beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda kechikkan odam ko'pincha ortiqcha to'lov yoki tushunmovchilikka duch keladi. Avval vaziyat qanday edi? Shuni oddiy tilda tushuntirib olay. Ko'p yillar davomida aholiga gaz nisbatan past tariflarda yetkazib berildi. Ya'ni davlat gaz narxining bir qismini o'z zimmasiga olib, aholiga arzonroq ko'rinishda taqdim etib keldi. Bu oddiy oilalar uchun ma'lum darajada yengillik bo'lgan. Ayniqsa qishda isitish uchun gazdan foydalanadigan xonadonlarda bu sezilgan. Lekin shu bilan birga bir muammo paydo bo'lgan. Kim kam ishlatsa ham, kim juda ko'p ishlatsa ham, narxlar ko'pincha bir xil yoki deyarli bir xil tamoyil asosida hisoblangan. Endi esa asosiy o'zgarish shundan iboratki, gaz bo'yicha hisob-kitoblarda iste'mol miqdoriga qarab farqlash kuchaymoqda. Ya'ni oddiyroq aytsam, gazni me'yorida ishlatgan xonadon bilan juda ko'p sarflagan xonadon bir xil yukni ko'tarmasligi kerak degan yondashuv kirib kelmoqda. Bu yerda maqsad ikki tomonlama. Birinchisi, kam ta'minlangan va o'rtacha iste'mol qiladigan oilalarni himoya qilish. Ikkinchisi, gazni haddan tashqari ko'p ishlatadigan xonadonlarda tejamkorlikni oshirish. Bu o'zgarishlar pensiya mavzusi bilan ham bog'liq. Chunki pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam daromadli oilalar uchun kommunal to'lovlar eng og'ir xarajatlardan biri hisoblanadi. Pensiya oshsa odam birinchi navbatda dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar va kundalik ehtiyojlarni hisoblaydi. Agar pensiya ma'lum foizga oshsa-yu, gaz, elektr, suv, oziq-ovqat narxlari ham oshsa, real yengillik qanchalik bo'lishi alohida hisob-kitobni talab qiladi. Shuning uchun men bu mavzuni birgalikda ko'rib chiqyapman. Pensiya alohida, gaz tarifi alohida ko'rinadi, lekin oilaviy byudjetda ular bir joyga kelib qo'shiladi. Endi kim nimani bilishi kerak, kim ko'proq xavotir olishi kerak, kim esa vaziyatni to'g'ri nazorat qilsa yetarli. Shularni batafsil tushuntiraman. Birinchi guruh, gazni faqat ovqat pishirish uchun ishlatadigan xonadonlar. Masalan, ko'p qavatli uyda yashaydigan oila markaziy isitish tizimiga ulangan bo'lishi mumkin. Ular gazni asosan choy qaynatish, ovqat pishirish uchun ishlatadi. Bunday xonadonlarda oyiga 10 kub, 20 kub, ba'zan 3 kub atrofida gaz sarfi bo'lishi mumkin. Agar oilada 3 yoki 4 kishi yashasa, kuniga 2-3 mahal ovqat qilinsa ham iste'mol juda kattada bo'lmaydi. Bunday oilalar uchun asosiy masala hisoblagich to'g'ri ishlashi. Qarzdorlik noto'g'ri yozilmaganligi va to'lov vaqtida amalga oshirilishi bo'ladi. Ikkinchi guruh, yakka tartibdagi hovlida yashaydigan, gaz bilan isitiladigan xonadonlar. Mana eng katta e'tibor shu yerda kerak. Chunki qish oylarida hovlilarda gaz sarfi keskin oshadi. Masalan, noyabr oyida 2000 kub ishlatilgan bo'lsa, dekabr va yanvar oylarida 600 kub, 700 kub, hatto 1000 kubgacha chiqishi mumkin. Bunga uy maydoni, davorlarning issiqlikni ushlab turishi, derazalarning sifati, qozonning holati, trubalar va isitish tizimining samaradorligi ta'sir qiladi. Eski qozonlar ko'pincha gazni ko'p yeydi, lekin uy yetarlicha ismaydi. Yangi sozlangan qozon esa kamroq gaz bilan yaxshiroq natija berishi mumkin. Uchinchi guruh, pensionerlar, yolg'iz yashaydigan xonadonlar. Bu yerda men alohida to'xtalmoqchiman. Masalan, bir nafaqaxo'r ona hovlida yolg'iz yashaydi. Uning pensiyasi oshgan taqdirda ham qishda gaz to'lovi birdan ko'payib ketsa, u uchun bu juda sezilarli bo'ladi. Ko'pincha bunday insonlar sovuqdan qo'rqib qozonni o'chirib qo'ymaydi. Lekin hisoblagich ko'rsatkichlarini ham doimiy nazorat qilmaydi. Natijada oyning oxirida kutilmagan katta summa chiqib qoladi. Men bunday xonadonlarga har 5 yoki 7 kunda bir marta gaz hisoblagich ko'rsatkichini yozib borishni qat'iy tavsiya qilaman. Bu oddiy daftar bo'lishi mumkin. Sana, hisoblagich ko'rsatkichi, farq, taxminiy to'lov. Shu orqali oy oxirida ajablanib qolmaysiz. 4-guruh,
Oilada ko'p kishi yashaydigan, lekin daromadi cheklangan xonadonlar. Masalan, bir hovlida ota-ona, 2 farzand, kelin, nabiralar yashaydi. Ovqat pishirish ham ko'p, issiq suv ham ko'p ishlatiladi. Qishda isitiladigan xonalar soni ham ko'p bo'ladi. Bunday holatda iste'mol tabiiy ravishda yuqori chiqadi. Lekin yuqori iste'mol har doim isrofgarchilik degani emas. Shu sababli oilalar o'z holatini to'g'ri baholashi kerak. Gaz haqiqatan ham ehtiyoj uchun ishlatilyaptimi yoki ayrim joylarda behuda sarf bormi? Endi raqamli misol keltiraman. Tasavvur qiling, bir xonadon oyiga 100 kub gaz ishlatdi. Agar tarif past toifadagi me'yor ichida bo'lsa, to'lov nisbatan yengil chiqadi. Ikkinchi xonadon esa 700 kub ishlatdi. Agar yangi tartibda ma'lum limitdan oshgan qism yuqoriroq tarifda hisoblanadigan bo'lsa, bu xonadonning umumiy to'lovi oddiy ko'paytirishdan ko'ra sezilarliroq ortishi mumkin. Masalan, dastlabki 300 kub bir tarifda, undan yuqorisi boshqa tarifda bo'lsa, odam men 700 kub ishlatdim. Demak, oddiy narxga ko'paytiraman deb o'ylashi xato bo'ladi. Har bir qism alohida hisoblanishi mumkin. Mana shu nuqtani ko'pchilik tushunmaydi va keyin nega hisob ko'p chiqdi deb hayron qoladi. Yana bir real hayotiy holat. Hisoblagich ko'rsatkichi vaqtida yuborilmagan. Ba'zi xonadonlarda inspektor kelmagan, abonent o'zi ko'rsatkich bermagan, tizim esa o'rtacha sarf bo'yicha hisob yozgan bo'lishi mumkin. Keyin haqiqiy ko'rsatkich kiritilganda oldingi farq bir oyga tushib qoladi. Natijada odamga go'yoki birdan katta qarz paydo bo'lgandek ko'rinadi. Aslida bu bir necha oy yig'ilgan farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun yangi tariflar davrida hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida topshirish juda muhim. Pensiya masalasiga qaytsam, agar pensiya oshishi e'lon qilinsa, har bir pensioner birinchi savolni berishi kerak. Mening qo'limga keladigan real summa qancha bo'ladi? Chunki ba'zan pensiya oshdi degan gap umumiy foiz bilan aytiladi. Lekin har bir odamning pensiyasi turlicha bo'lgani uchun qo'shimcha pul ham turlicha bo'ladi. Kimning pensiyasi 900 ming so'm bo'lsa, unga qo'shiladigan summa bir xil bo'ladi deb o'ylamaslik kerak. Kimning pensiyasi 20 million 500 ming bo'lsa, natija boshqacha bo'lishi mumkin. Shuningdek, ustamalar, nafaqa turlari, kompensatsiyalar, ijtimoiy yordamlar ham alohida tartibda yuritilishi mumkin. Men bu yerda bir muhim xulosani aytaman. Pensiya oshishi yaxshi yangilik, lekin u oilaviy byudjetda aniq reja bilan ishlatilsa, haqiqiy foyda beradi. Masalan, pensioner qo'lga oyiga qo'shimcha 1 ming yoki 7 ming so'm ko'proq olsa, u summani darhol mayda xarajatlarga tarqatib yubormasdan kommunal to'lovlar uchun alohida ajratib qo'yishi mumkin. Ayniqsa qish oylarida gaz to'lov oldindan rejalashtirilmasa, keyin qarzdorlik paydo bo'ladi. Birinchi nozik masala, limit deganda hamma uchun bir xil vaziyat tushunilmasligi mumkin. Ba'zi hollarda gaz iste'moli mavsumga qarab baholanadi. Yozda ovqat pishirish uchun kam sarf bo'ladi, qishda esa isitish sababli ko'p sarf bo'ladi. Agar siz hovlida yashasangiz, qishki iste'molni yozgi iste'mol bilan solishtirish noto'g'ri. To'g'ri solishtirish uchun o'tgan yilning aynan shu oydagi ko'rsatkichga qarash kerak. Masalan, 2023 yil yanvar oyida 6070 kub ishlatgan bo'lsangiz, 2024 yoki 2025 yil yanvarda 900 kub chiqsa, demak nimadir o'zgargan. Havo sovuqroq bo'lgan, uy kengaygan, qozon nosoz bo'lgan yoki issiqlik yo'qotilishi ko'paygan. Ikkinchi nozik masala hisoblagichning texnik holati. Ko'pchilik hisoblagichga faqat qarz chiqqanda e'tibor beradi. Aslida hisoblagichning plombasi, tekshiruv muddati, raqamlarning to'g'ri o'qilishi, elektron hisoblagich bo'lsa, aloqa moduli to'g'ri ishlashi muhim. Agar hisoblagich muddati o'tgan bo'lsa yoki nosozlik aniqlansa, keyingi hisob kitoblarda tortishuv paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har bir abonentga gaz idorasi yoki hududiy ta'minot tashkiloti orqali hisoblagich holatini aniqlashtirishni maslahat beraman. Bu ayniqsa qarzdorlik bo'yicha nizo chiqqanda juda muhim. Uchinchi nozik masala. Qarzdorlik va pensiya. Ayrim fuqarolar pensiya oshsin keyin to'layman deb to'lovni kechiktiradi. Bu xavfli yondashuv, chunki qarz yig'ilib qolsa, keyingi oyda yangi tarifdagi joriy to'lov bilan eski qarz birga keladi. Natijada bitta oyda 2 barobar og'irlik paydo bo'ladi. Agar sizda hozir qarz bo'lsa, uni yashirmasdan bo'lib to'lash imkoniyatini so'rash kerak. Har doim ham hamma joyda bir xil tartib bo'lmasligi mumkin. Lekin murojaat qilmagan odamga hech kim o'zi kelib yechim taklif qilmaydi. 4-nozik masala ijtimoiy himoya. Kam ta'minlangan oilalar, yolg'iz pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar. Bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar ayrim yordam turlariga da'vo qilishi mumkin.
lekin yordam avtomatik keladi deb kutish har doim ham to'g'ri emas. Ba'zi yordamlar uchun ariza, hujjat, mahalla xulosasi, daromad ma'lumotlari, yashash holati bo'yicha tekshiruv talab qilinishi mumkin. Kim yordamga haqli ekanini aniqlash uchun mahalla ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish kerak. 5-nozik masala. Xonadonda ro'yxatda turgan odamlar soni bilan real yashayotgan odamlar soni farq qilishi. Ba'zi kommunal hisob-kitoblarda bu masala muhim bo'lishi mumkin. Masalan, uyda aslida 2 kishi yashaydi, lekin 5 kishi ro'yxatda turadi. Yoki aksincha, ro'yxatda 2 kishi, amalda esa 7 kishi yashaydi. Gaz asosan hisoblagich bo'yicha yuritilsa ham, ayrim yordamlar, kompensatsiyalar, ijtimoiy himoya masalalarida oila tarkibi muhim bo'ladi. Shuning uchun hujjatlardagi ma'lumotlar real holatga imkon qadar mos bo'lishi kerak. 6-nozik masala. Qo'shni, tanish yoki ijtimoiy tarmoqdagi gaplarga ko'r-ko'rona ishonmaslik. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Kimdir hammaning qarzi kechiriladi deydi. Yana kimdir falon kundan keyin tarif 2 barobar bo'ladi deydi. Boshqa biri pensionerlarga gaz bepul bo'ladi deb yozadi. Bunday gaplar odamlarni noto'g'ri qarorga olib keladi. Rasmiy manbadan tasdiqlanmagan ma'lumot asosida to'lovni kechiktirish, ariza bermaslik yoki aksincha ortiqcha yugurish kerak emas. Har bir o'zgarishni rasmiy idora, hukumat qarori, gaz ta'minoti tashkiloti yoki pensiya jamg'armasi ma'lumotlari orqali tekshirish kerak. Endi yana bir misol. Bir pensioner otaxon hovlida yashaydi. Pensiyasi 1.200.000 so'm. Qishda gaz to'lovi 400.000 so'm chiqdi. Dori-darmon 300.000 so'm. Oziq-ovqat kamida 600.000 so'm. Elektr va suv yana 100.000 so'm. Bu hisobda odamning byudjeti juda taranglashadi. Agar pensiya 10% ga oshsa, qo'liga taxminan 20.000 so'm qo'shimcha keladi. Bu yaxshi, lekin gaz to'lovi 200.000 so'mga oshgan bo'lsa, real yengillik sezilmasligi mumkin. Shuning uchun pensiya oshishini faqat qancha qo'shildi deb emas, mening majburiy xarajatim qancha o'zgardi deb baholash kerak. Boshqa bir misol. Ko'p qavatli uyda yashaydigan pensioner otaxon oyiga 15 kub gaz ishlatadi. Uning asosiy xarajati gaz emas, balki dori-darmon va oziq-ovqat. Bunday holatda gaz tarifidagi o'zgarish unga hovlida yashaydigan odamdek kuchli ta'sir qilmasligi mumkin. Demak, hamma bir xil xavotir olishi shart emas. Kim ko'p gaz ishlatsa, o'sha ko'proq hisob-kitob qilishi kerak. Kim kam ishlatsa, asosiy e'tiborni pensiya miqdori, ijtimoiy yordam, dorixona xarajatlari va boshqa kommunal to'lovlarga qaratish kerak. Endi eng kerakli qismga keldik. Oddiy fuqaro bugundan boshlab nima qilish kerak? Birinchi qadam, gaz hisoblash ko'rsatkichini yozib boring. Men buni juda oddiy ko'rinishda tavsiya qilaman. Daftar oling. Birinchi ustunga sanani yozing. Ikkinchi ustunga hisoblagichdagi raqamni yozing. Uchinchi ustunga oldingi ko'rsatkichdan farqini yozing. To'rtinchi ustunga taxminiy to'lovni yozib qo'ying. Agar telefon ishlatsangiz, har hafta hisoblagichni rasmga olib saqlang. Bu sizga nizo bo'lsa dalil bo'ladi. O'zingizga esa nazorat beradi. Ikkinchi qadam, shaxsiy kabinet yoki to'lov ilovalaridagi ma'lumotlarni tekshiring. Hozir ko'pchilik Payme, Klik, bank ilovalari yoki kommunal xizmatlar portallari orqali qaraydi. Lekin faqat summa ko'rish yetarli emas. Qaysi davr uchun hisoblangan, oldingi qarz bormi, oxirgi ko'rsatkich qachon kiritilgan, shularni tekshiring. Agar ko'rsatkich noto'g'ri bo'lsa, darhol murojaat qiling. Bir oy kutmang, chunki keyingi oyda farq kattalashib ketadi. Uchinchi qadam, gaz uskunalarini ko'zdan kechiring. Qozon eski bo'lsa, uni sozlatish kerak. Filtrlar, turbalar, radiatorlar, termostatlar, deraza va eshiklar holati muhim. Men odamlarga ko'pincha aytaman, gazni tejash faqat qozonni pasaytirish degani emas. Uy issiqlikni ushlab turmasa, qozonni pasaytirsangiz sovuq bo'ladi. Oshirsangiz hisob ko'payadi. To'g'ri yechim devor, tom, pol, deraza, eshik va isitish tizimini birgalikda ko'rishdir. Masalan, deraza chetidan sovuq kirsa, siz qozonni old darajaga qo'ysangiz ham xona yaxshi isimaydi. Oddiy iziqlagich, pardalash, eshik ostini berkitish ham sarfni kamaytirishi mumkin. To'rtinchi qadam, agar pensioner bo'lsangiz, pensiya miqdorini aniq tekshiring. Pensiya qachondan oshadi, qancha miqdorda oshadi, qo'shimcha to'lov qaysi oyda tushadi. Bularni pensiya jamg'armasi bo'limi, bank kartangizdagi tushum tarixi yoki rasmiy xabarlar orqali aniqlang. Qo'shnimga faloncha tushibdi, menga ham shuncha tushishi kerak deb o'ylamang. Har bir insonning mehnat staji, ish haqi tarixi, pensiya turi, ustamalari turlicha bo'ladi. 5-qadam, ijtimoiy yordamga ehtiyoj bo'lsa, hujjatlarni tayyorlang.
Odatda sizdan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot. Oila tarkibi haqida ma'lumot, daromadlar haqida ma'lumot, kommunal to'lov kvitansiyalari, gaz bo'yicha qarzdorlik yoki iste'mol ma'lumotlari so'ralishi mumkin. Mahallaga boring, vaziyatingizni yozma ravishda tushuntiring. Og'zaki aytib ketish bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing, ro'yxatdan o'tkazilganini so'rang, kim qabul qilganini va qachon javob bo'lishini bilib oling. 6-qadam, qarzdorlik chiqsa, uni tekshirtiring. Qarzni ko'rib darhol vahimaga tushmang, lekin e'tiborsiz ham qoldirmang. Gaz idorasiga murojaat qiling. Mening shaxsiy hisob raqamim bo'yicha qarzdorlik qaysi davrda, qaysi ko'rsatkich asosida, qaysi tarif bo'yicha hisoblanganini yozma ravishda tushuntirib bering, deb so'rang. Agar sizda hisoblagich rasmlari, to'lov cheklaringiz, ilova skrinshotlari bo'lsa, ularni ko'rsating. Ba'zan xatolik inson omili, ma'lumot kechikishi yoki eski ko'rsatkich noto'g'ri kiritilishi sababli yuzaga keladi. 7-qadam, oilaviy byudjetda kommunal to'lovlar uchun alohida reja qiling. Masalan, pensiya yoki oylik tushgan kuni gaz, elektr, suv va internet uchun alohida summa ajrating. Qishda gaz uchun yozdagidan ko'proq zaxira qiling. Agar yozda gazga 30 ming so'm to'lasangiz, qishda 3 ming yoki 500 ming chiqishi mumkin. Shuning uchun yozgi hisobga qarab qishki byudjet tuzish xato. Hovlida yashaydiganlar sentyabr oyidan boshlab qishki kommunal zaxira yig'sa, yanvar-fevral oylarida qiynalish kamayadi. 8-qadam. Oila ichida mas'ul odamni belgilang. Ko'p uyda hamma gazdan foydalanadi, lekin hech kim hisobni kuzatmaydi. Bu noto'g'ri. Bir kishi har hafta ko'rsatkichni yozsin, bir kishi to'lovni tekshirsin, bir kishi qozon haroratini nazorat qilsin. Ayniqsa keksa ota-onasi bor farzandlar bunga befarq bo'lmasligi kerak. Pensiona odam har doim ham ilovadan qarz ko'ra olmaydi, har doim ham idoraga bora olmaydi. Farzandlar oyiga bir marta ota-onasining kommunal holatini tekshirsa, katta muammolarning oldi olinadi. 9-qadam, norozilik bo'lsa, uni madaniy va hujjatli tartibda bildiring. Men shuni alohida aytaman. Baqirish, janjal qilish, ijtimoiy tarmoqqa faqat hissiyot bilan yozish ko'pincha natija bermaydi. Natija beradigan narsa aniq sana, aniq ko'rsatkich, aniq summa, chek, rasm, ariza va rasmiy javob. Agar siz menga ko'p yozilgan desangiz, bu umumiy gap. Agar siz yanvar kuni hisoblagich 1200 edi, 1 fevral kuni 1200 bo'ldi. Farq 300 kub, lekin menga 600 kub yozilgan desangiz, bu aniq dalil. 10-qadam, energiya tejamkorlikni odatga aylantiring. Bu faqat davlat yoki tarif masalasi emas, bu oilaning pulini saqlash masalasi. Ovqat pishirganda idish qopqog'ini yopish, qozon alangasini haddan tashqari baland qilmaslik, xonani haddan tashqari qizdirmaslik, bo'sh xonalarni doimiy isitmaslik, radiator oldini mebel bilan berkitmaslik, qozonni vaqti bilan ustaga ko'rsatish juda oddiy, lekin foydali choralar. Ba'zan odamlar qimmat uskunaga pul topolmaydi, lekin kichik choralar bilan ham sarfni kamaytirish mumkin. Men bu yerda yana bir muhim ogohlantirish beraman. Gaz uskunalariga o'zboshimchalik bilan tegmang. Noqonuniy ulanish, hisoblagichni aylantirish, plombani buzish, ustasiz qozonni kavlash nafaqat jarima va qarzga olib keladi, balki hayot uchun xavfli. Gaz hidi sezilsa darhol derazalarni ochish, elektr tugmalariga tegmaslik, olov yoqmaslik va mutasaddi xizmatga xabar berish kerak. Tejamkorlik xavfsizlik hisobiga bo'lmasligi shart. Pensiya va gaz tariflari bo'yicha yana bir amaliy tavsiyam. Yangilik chiqqan zahoti uning sanasiga qarang. Qachondan kuchga kiradi? Qaysi oy to'loviga ta'sir qiladi? Faqat aholi uchunmi yoki yuridik shaxslar uchun hammi? Barcha hududlargami yoki ayrim toifalargami? Ko'p tushunmovchilik aynan sanani noto'g'ri tushunishdan kelib chiqadi. Masalan, qaror aprel oyida e'lon qilinsa, lekin may oyidan kuchga kirsa, aprel iste'moli eski tartibda, may iste'moli yangi tartibda hisoblanishi mumkin. Buni bilmaslik keyin noto'g'ri bahsga sabab bo'ladi. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, pensiya oshishi odamlar uchun muhim yengillik bo'lishi mumkin, lekin gaz tariflari va yangi hisob-kitoblar sharoitida har bir oila o'z iste'molini aniq nazorat qilishi kerak. Kam gaz ishlatadigan xonadonlar uchun xavotir nisbatan kamroq bo'lishi mumkin, lekin hovlida yashaydigan, qishda gaz bilan isitadigan pensioner yoki kam daromadli oilalar hisob-kitobga jiddiy qarashi shart. Men sizga tavsiya qiladigan eng asosiy ishlar: hisoblash ko'rsatkichini yozib boring, to'lovlarni tekshiring, pensiya miqdorini rasmiy manbadan aniqlang, yordamga ehtiyoj bo'lsa ariza bilan murojaat qiling. Qarz chiqsa hujjat bilan tekshirtiring,
va gaz uskunalarini xavfsiz hamda tejamkor holatda saqlang. Sizning hududingizda gaz uchun yangi hisoblar qanday chiqyapti? Pensiya oshishi sizning oilaviy byudjetingizga haqiqatan yordam beradimi? Yoki kommunal to'lovlar bu yengillikni kamaytiryaptimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilgan odam o'z pulini, huquqini va vaqtini yaxshiroq himoya qiladi.